Randomly shopping rubrikasi. Hozir o'qishdan uyga qaytayotganimda Olivionga prosta aylanib kirishga kirdim va rezultatni ko'rib turibsizlar. 20 ming vonni prosta ishlatib chiqdim. Ikkalasi ham bitta brenddan. Bunisi velvetovый mana bunaqa, bunisi prosta mana bunaqa yaltirab turadigani. Buni olganimning sababi men yaqinda make-up artistimda ko'rib qoldim. Menga qilganida mana shuni faqat boshqa rangini qilganda, lekin menga bu rang ko'proq yoqqani uchun buni oldim. Buni olganimning sababi yo'q, prosta oldim, to'g'risini aytsam. Hop, birinchi velvetdan boshlaymiz. Mana bunaqa ko'rinishda, такой kichkinagina. Qanaqa reklama emas, если что. Testить qilib ko'ramiz. Oh my god. Vizualni labimni sal kattaroq ko'rsatdi. Mana bunaqa ko'rinishda. Bu 03 rangi. Prosta sevdim. Menga juda ham yoqdi rangi. Endi juicisini попробуем. O'z to'g'risini aytsam, men уже попробовать qilmayman. Aytganimdek, men уже ko'rib olganman. Lekin ular bilan birga yana boshqatdan попробуем. Bu более такой warm tone. Bu ham warm tone. Bu 05 ekan. Ikkalasini birga ishlatdim. O'zi buni bitta o'zini qilib ko'rganimda menga juda ham yoquvdi. Menga yana bitta yoqqan narsasi bu prosta rangi uchun emas. Buning shirinligini qaranglar. Слишком chiroyli emasmi? Ikkalasini qo'shganim uncha yoqmadi. Слишком qizil bo'lib ketdi, мне кажется. Но agar bitta o'zini buni ishlatsam, такой более такой plumpy bo'ladi. Buni ishlatsam, более такой juicy bo'ladi. Qaysi biri sizlarga ko'proq yoqdi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bye.